shuncha uyga kabelga o'xshab, to'pli boliga tashalgan simlarga o'xshab ham kabellar moshina nima qilyapti deyishingiz mumkin. Bu kabellar polniy apparaturaga yig'ilayotgani uchun tashalgan. Biza bu mashinani samarasiz Malibu 2 bar qo'yib berishiga olib qo'yganmiz. Xudo xolasa jarayon ketyapti. Mana bu yerda o'zini zavodskoy richeylari hammasini yechib olib turib, sidenani yechmaymiz. Joyi o'zgarmaydi Nobodoga. Yechib olib turib, mana ham Malibuni richega, premier richey, mana bu elektronniy ruchniklarni ham bitta ko'rib olishingiz mumkin. Kamerani juda yaqinroq olib kelasiz. Men ko'rsataman. Mana elektronniy ruchniklar originali, zvuki past chiqadigan varianti. Buni Nobodoga arzonchilari ham bor, Yeslishtoga. Endi shunaqa просто mana bunaqa mashinalardan qo'yib beramiz. Oka, parrandalar yuguradigan bo'ladi. Malibu 2 bar uстановка qilishga ulgurmagan tanishlik o'zi yuborib qo'ying. Kelisi elit avtotuninni chiroyli sifatli qilib beramiz. Gentra, Cobalt, Nexia 3, Spark avtomobillariga tayyor Xitoydan kelgan bar samarasiz qo'yib beramiz. Mana shu videoda sanab o'tilgan mashinasi bor tanishingiz bo'lsa, ulfatlaringiz bo'lsa yuborib qo'ying. Shu videoga bitta yurak zartirib qo'ying. Salomat bo'ling. Bizlarni kuzatishda davom eting. Kelaverasizlar.